Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz aziz kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi dars va darsimiz barcha ayollar kutayotgan, ayollarimizni eng chiroyli va samarasinkasini ko'taradigan sohasi bu teri va yuz sohasi hisoblanadi. Menimcha men terini ham aytdim, sababi qo'limiz xunuk bo'lib, yuzimiz chiroyli bo'lsa, qo'llarimizdan ham ko'nglimiz to'lmasa, unga o'xshat qilmasak agar, menimcha samarasinklarimiz va go'zalligimiz to'laqonli bo'lmaydi. Mana shu teri, yuz, qarish jarayonlarini ayollarning eng sevimli ekspertlardan bittasi kosmetolog Namuna Qobilova. Assalomu alaykum Namuna. Assalomu alaykum. Men aytib o'tishim kerak, biz o'rtoqmiz, shuning uchun ba'zida sansirab ham yuborishimiz mumkin. Ancha yildan beri birgamiz va qaysidir ma'noda ishonganim va professional ekaniga bitta galочка qo'yganim uchun ham o'zim uchun Namunani darslarini sizlarga bugun taqdim etmoqchimiz. Namuna, xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p, bizning studiyamizga bugun birinchi marta qo'lga oldim. Men kameraga gapira olmayman deb boshida nima qildim, lekin bizani ayollarimiz o'zimizga o'xshagan. Jaydari oson tilda tushunish kerak va unaqa meditsinskiy nimalarni qo'shib gapirmasangiz ham oson va tez yetkazsangiz bo'ldi. Harakat qilaman. Xo'p, meni savollarim ko'p. Chunki savollar shunaqa ko'p Telegramda ham lichkaga yozilgan yuz sohasi bo'yicha. Bizda o'sish jarayoni boshlangan, sog'lom ovqatlanmay, noto'g'ri ovqatlanib kelgan ayollarda endi boshlayapti yoki boshlaganda ham yuzi osilib qolgan ayollar juda ko'p. Shuning uchun men birinchi asosini so'ramoqchiman. Noto'g'ri ovqatlanish teriga qanchalik ta'sir qiladi? Noto'g'ri ovqatlanishda eng yomon ta'sir qiladigan joyi bu ugri chiqishi. Noto'g'ri ovqatlanishdan zagib kelib chiqadi, ich qotishi kelib chiqadi. Ich yaxshi yurmagandan keyin uni asoratlari yuzga beradi, ayrim joylarga beradi, toshma toshishdan. Odamlar undan qutula olmaydi-da, o'zlari qo'llari bilan tozalashga harakat qilishadi uy sharoitida. Uni yaxshi professional darajada tozalashmaydi-da, asorati dog'ga olib boradi. U bir umrlik dog' bo'lib qolib ketishi mumkin. Buni hammasi ich qotish ham, yuzga toshma toshish ham bu noto'g'ri ovqatlanishlikdan kelib chiqadi. To'g'ri ovqatlanib ham yuzi muammoga uchrayotganlar ham ko'p-ku. U bitta faqat, bilasizmi nima? Kamdan kam. Endi ko'p ayollarimiz qiladilar bu ishni, yuz terdirishadi ipda. Ana o'shandan keyin toshma toshida, komidorlar toshida. O'zbekistonda rosa ko'p-ku salonlarda yuzini terdiradiganlar. Afsuski, endi uni ham yo'li bor. Yuz terdirgandan keyin maxsus o'zlari uchun yo'llarida shunaqa payt salonga borgan paytlari olib borishlari kerak, poralarni yopuvchi maskalar bor. O'shandan qo'llanish kerak. Demak, mana yuzni terayotgan, men buni to'g'risi birinchi marta eshityapman. Menga ham yangilik bo'ldi. Ayollar, chest aytaman, ko'pchiligi yuzini terdiradi. Misol uchun, men ham shunaqaman, chunki biz ro'mol o'raganimizda tuklarimiz bir-biriga qo'shilib ketganda, tojiklarda shunaqa bo'ladi ko'pincha. Bunda terganda yuz porasi ochiladi shunda. Ochiladi. To'liq ochiladi. Yuzni tukni ildizi juda ham ichkarida bo'ladi. Masalan, mana qosh rastushovkasiga kelishganida qoshga dori suramiz. Apparat nina ishlangani bilinmaydi, og'rimaydi, jim yotishadi. Lekin qoshlaridagi shu 4-5 ta tuklarini olayotganda ay deyshadi. Nimagaki u dori faqat yupa qavatni muzlatib bera oladi. Внутренний muzlatib bera olmaydi, chuqur muzlatib bera olmaydi. Tukni ildizi chuqurda bo'ladi. Nimaga birdaniga ip bilan terganda hamma tuklarni ildizi birdaniga ochiladi. Yuzaki bo'lganda unaqa bo'lmasdi. Birdaniga ochiladi. Qaysidir biriga bo'lmasa ham qaysidir biriga infeksiya tushadi. Mikroinfeksiyalar qancha ko'p havoda, toza emas. Ekologiya toza emas. Mikroinfeksiyachalar tushadi. Ana undan keyin u teri pora infeksiya borligini hisobiga bitmaydi. Bitmaydida o'ziga yana infeksiya olaveradi. Undan kelib ugri bo'lib ketadi, yiringlik, keyin komidon bo'lib ketadi, qattim yog'chalar. Komidon, endi ko'pchilik tushunsa, tushunmasa tushuntiryapman. Jiravik deymiz. Jiravik, komidon, mana shunaqa holatlar kelib chiqadi. Uni tozalashmaydi-da, u bolalab ketadi. Ikkita taraflama yuzga ugri chiqadi. Bittasi to'g'ri ovqatlanmaslikdan, bittasi yuzga ip terdirishdan. Mana shu yuzni terdirgandan keyin yopish kerak dedingiz-a? Shu maskalar sotuvda bormi? Bor. Aynan professional kosmetologdan olish kerakmi yoki masalan professional kosmetologdan men tavsiya qilaman. Lekin o'zimizda oddiy magazinlarda uni topa olmaymiz. Masalan, profilaktik chora uchun hamma ham kosmetologga murojaat qila olmaydi. Hammani ham vaqti, mablag'i ko'tarmasligi mumkin, lekin qaysidir maskalar sotuvda arzon va effektliroq yoki uyda tayyorlash mumkinmi? Magazinlar, koreyskiy, любой parfumeriya magazinlariga borsa, nimadir ham pulga olishadi. O'sha o'zlari uchun nimadir olmoqchi bo'lsa, pulga olishadi. Tekinga, masalan, sharoiti yo'q odamga tekinga hech kim bermaydi. O'sha o'zlariga kerakli bo'lgan narsa pulga oladi. Bizda o'sha olgan narsalaridan professionalligi uchun qimmatroq bo'ladi. Lutchi bitta olmasinlar, ikkita olmasinlarda pullarini ozgina yig'ib, sifatli narsa olsinlar.
ko'p olmasinlar, gramm har xil. Kichkina grammligi bor, 3 oyga yetadigan, 6 oyga yetadigan, 1 oyga yetadigan домашний uxotlar bor. Ana o'shanaqa olishsa, keyin именно mana bu yuz terdirganda qo'yadigan maskalarni kosmetologdan olishsa, kosmetolog yuzga qarab, klient bilan suhbatga qarab biladi o'zi. Yuzi qanaqa holatda, yog'limi, quruqmi, kombinirованныйmi, ana o'shanga qarab keyin mahsulot beradi. Siz aytyapsiz, yuzni har xilligi, masalan, kosmetolog bo'lish kerak, lekin yana bir marta aytaman, yuz holatini hamma ham to'g'ri o'ziga baho bera olmaydi. O'ziga mahsulot tanlayotganda ham, o'ziga maska tanlayotganda, hozir nima ko'p internetda masalan maskalar, nimalar ko'p. Agar перепискасini topsam maska tashlab qo'yaman. Kecha yozishdim, SMS ko'p ketdi, orasidan topib beraman. Yuzini magazindan olib 20 yoshli qiz surgan. Yuzga allergiya toshirib yuborgan. Nimaga qarshi bu? Olganmi? Oddiy Uходовый maska. Uходовый namlantiruvchi maska olgan yuzi uchun. Ana yuzim quruq shirayapti deb maska olgan, u оказывается battar yuzini rasvo qilib tashlagan. Endi nima qilsam bo'ladi? Mana pullarini ayab magazindan olib, baribir yana kosmetologga murojaat qilishadi. O'shaning uchun to'g'ridan to'g'ri professional odam bilan maslahatlashib ish qilgan yaxshi. Men kelmagan taqdirda ham maslahatlashib ish qilgan yaxshi, kosmetologdan olgan yaxshi. Yuzni to'g'ri tanlash, ya'ni yog'li dedingiz, quruq dedingiz, menga o'xshagan yog'li yuz egalari xafa bo'lmanglar desam, men o'zim yuzimni yomon ko'rardim, chunki toki siz menga bu gapni aytmaguncha, meni yuzim yog'li va makiyaj uzoq turmaydi, tez o'sha tozalashga kerak, tez ugri yig'adi, o'ziga kir yig'adi dirdim. Lekin vaholanki quruq yuzlarda ham muammo talaygina ekan. Aralash yuzlarda ham muammo bor va ta'sirchan terida ham. Men kamera qarshisida sizni hozir gapingizni ko'ryapman, tasavvur qilyapman va men yuzimni qanday yog'limi, kombrevenniymi yoki nima qanday tashxis qo'ysam bo'ladi? Yog'li yuz? Yo'q, har bir ayol o'ziga tashxis qo'yish kerak. Siz shunaqa o'rgatingki, ayollar yog'li yuz bo'lsa, mana bunaqa, nima o'shani aniqlash uchun ajin ko'p bo'lsa bilish kerak, bu quruq yuz. Ajin. Ha. Yog'li yuzlarda faqat mimik ishlatganda ajin bo'ladi. Mana qovoq solganda, kulganda, jiyirganda burunni. Yog'li quruq yuzlarda уже mana shu har bitta ishlatgan mimikalari ajin tushirib bo'lgan, terini sindirib bo'lgan. Endi sizga savol. Quruq cho'pni sindirish osonmi, yog'li cho'p, nam cho'pni sindirish osonmi? Namni qiyin sindiramiz, quruqni tez. Aylantirib o'tiraverasiz, sinmaydi. Quruq cho'pni bundoq qilsangiz sinib ketadi. Terimiz ham xuddi shunaqa. Yog'li teri mimikada ajin chiqaveradi, lekin sinmaydi. Qovoq solganda ajinimiz chiqadi, burnimizda, ko'zimiz atrofida mimik ishlaganda ajinimiz chiqadi, lekin sinmaydi. Quruq terilarda mana shu mimikalar ishlanaverganini hisobiga teri sinib bo'lgan bo'ladi. Ayollar qanday bilsa bo'ladi? O'zini terisi yog'limi yoki quruqmi? Yog'li yuzda apelsinni po'stiga o'xshagan ko'richkalar bo'ladi. Porasi bo'ladi. Xuddi apelsinni, meniki shunaqa lekin. Yaqindan olsangiz agar kichkina teshikchalar qora, yog'li quruq yuzda pora bo'lmaydi. Quruq yuzda pora bo'lmaydi. Keyin yog'li yuzda ham nimaga poralari tez to'ladi, boshqa bo'ladi, makiyaj qilamiz, kirib qoladi ichiga. Pora borligi uchun ko'p chiska talab qiladi yog'li yuz. Chunki poraga infeksiya kiradi, makiyaj kiradi. Shuning uchun yog'lida ko'p. Ha, keyin ham yog'li-ku, любой suvli trapkani qo'yib qo'ysangiz tez kir bo'ladi, quruq trapka kir bo'lmaydi. Bitta qoqsangiz bo'ldi, ketaveradi. Changi qoqilib ketadi. Yog'li yuz o'ziga chang ushab qoladi. Yog'liligi uchun, yog' borligi uchun, namlik borligi uchun. Quruq yuzda hech narsa turmaydi, tushib ketadi. Shu yuzingizga qarab havasim keldi desam, ugrilar haqida, yuz haqida gapiryapmiz. Men bir tanishim faqat mana shu zonasida ugrisi bor. Mana shu yonoq zonasida. Ajinlar ham ayrim bir paytda ko'z tegiga tushadi, masalan, peshanaga tushadigan ajinlar bor bilamiz, bo'yinga tushadigan ajinlar haqida gaplashdik. Men aytmoqchiman, ugridan boshlayman. Ugrini zonasiga qarab qaysi organimizda muammo borligini bilsa bo'ladimi? Ugrini qayeriga chiqqani, masalan, peshanaga chiqqan ugri, burunga chiqqan, bu yerga chiqqan bilsa bo'ladimi? Asnonoy mana shu yonoqqa chiqadigan ugrilar nima? Asnonoy shu zagibdan, ich qotishdan, yonoqqa chiqadi, ich yaxshi kelmaslikdan, jenskiy tarafdan mana shu og'zimizni pastki zona, mana shu iyiga dahanimizda chiqadi. Ginekologik muammo bo'lsa, ginekologik muammo bo'lsa, shamollash bo'lsa, mana shu zonada chiqadi. Bunda ham yog'li ko'jalarda chiqadi. Quruq ko'jalarda uncha-bunchaga komedon ham bo'lmaydi. Ugri ham chiqmaydi. Chiqishi mumkin endi qizlik paytida boshqa kam. Nimada? Yog'li yuzda problema ko'proq, zato ajin bo'lmaydi. Quruq yuzda problema kamroq, lekin ajinlari tez-tez oson sinib ketadi. Bildinglarmi, demak ajin bilan kurashish qiyinroq. Qiyin.
Ko'pchilik savol beradi, bo'yindagi ajinni ham ketqizsa bo'ladimi deydi. Ayollar bo'yinga ham e'tibor beradimi? Ayol kishi birinchi qo'l bilan bo'yindan qaraydi. Yo'q, Birinchi yuz emas. Bundoq qo'lingizni o'zini bundoq rasmga olib turib, bu odamga ko'rsatsangiz, u sizni qo'lingizni demaydi. Rasmda ham явно bilinadi. 5, 10, 15 yosh katta odamning qo'li. Bir xilgilarning qo'li, bu yog'ini ko'rmasangiz erkak kishining qo'li deb o'ylaysiz-da. Shunchalik terisi boshqacha bo'lib ketdi. Qo'l tez qaraydi. Buni bo'yin va qo'lni ushlab qolish uchun nimalar qilish kerak? Muolaja. Albatta muolaja, домашний uxotlar bilan. Nimalar qilsa Keyin bo'ladi? bo'yinga men tavsiya qilaman. Baland yostiqda umuman yotish mumkin emas. Nimaga bu yerda ajin tushadi? Bu yerdagi ajinni filler qo'yib berishadi. Kalbasa bo'lib sosiskalarga o'xshab bo'g'im bo'linib qoladi. Necha marta eritganmiz. Meza qilib berishadi. To'g'ri, meza foyda beradi, lekin ketkizib bera olmaydi bir umrga. Nimaga ketkizmaydi? Ketkizsa bo'lsa kerak deb o'ylashi mumkin. Kaftimizni qaraymiz. Kaftimizda chizig'imiz bor, ko'ryapsiz-a? Chiziqni tarang qiling. Mana deylik, tarang bo'ldi bu. Lekin ketib qolmaydi-ku. Mana, tarang bo'lgan taqdirda ham ketmayapti. Bu sinib bo'lgan chiziq. Yoshligimiz, tug'ilishimiz oldidan deydi. Chaqaloqligimizdan ishlaydigan zona bu. Sinib bo'lgan chiziq. Yuzimizda ham shunaqa. Sinib bo'lgan ajinlar men muolaja olsa ham Kam muddatda. Undan u yog'iga chuqurlashmasligi mumkin, lekin orqaga qaytib qolmaydi. U sinig'i ketkizib bo'lmaydi. Lekin hammasi ham aytmaydi-ku kosmetologlarni shuni. Bo'ldi, bittada ketadi deyish. Yo'q, men endi bilasiz, men to'g'ri gapirib ishlayman. O'shaning uchun ham meni tanladingiz degan. To'g'risi, bo'yin qismida haqiqatan bo'yin qismi ham xuddi shu qo'limizni kaftidagi chiziqqa singari sinib bo'lgan. Nimadan singan? Koreyslar bilasizlarmi? Bo'ynining tagiga podushkacha mana shunaqa buxankaga o'xshagan, batonchikka o'xshagan podushkada yotadi. Ular bo'yniga qo'yadi, boshiga emas. Biza boshga qo'yamiz. Biza boshga yostiq qo'yamiz. Biza mana bunaqa o'qiymiz. Ana o'shaning uchun bo'ynimizga chiziq tushgan. Ular bunaqa uxlagani uchun tekis bo'ladi bo'yni. Bir sinab ko'ring-da bugun borib uyda o'zingiz ham. Biza ahmoq ekanmiz qaysidir ma'noda. Men lichni o'zim aytayapman. Chunki mana samolyotga chiqqanda ham podushkasi bor-a, bo'yinga qo'yasiz faqat. Ana o'sha podushkada siz divanda yotib ko'ring. Faqat bo'yningizni ushlaydi, bo'ldi, boshingiz yerda turishi kerak. Bosh divanda turishi kerak, yostiqda emas. Biznikilar azaldan ikkita yostiq qo'y, boshim past bo'lib qopti. O'shandan kelib chiqadi hamma bo'yindagi qoyil. Demak, boshni va bo'yinni to'g'ri uxlash va asrashni o'rganamiz. Bu manfaatli. Домашний uxotlar qo'l va bo'yinga nimalar qilsa bo'ladi? Qo'l va bo'yinga uy sharoitida, masalan, har bir ayol qila oladigan, vaqtini zoya ketmasdan, bekor sarflamasdan qilsa desamda. Menda ko'pincha tayyor nabor olishadi. O'sha naborlarda ishlatishadi. Oldin endi buni video qilib chiqaramiz. Sizga ham tashlab beraman. Oldinga nisbatan hozir домашний hamyonbop har xil домашний uxotlar, naborchalar chiqib ketgan. Ana o'sha yuzga, qo'lga yaxshi foyda beradi. Sotuvdagi namlantiruvchi kremlar, masalan, biz ham olamiz, ana kozeni malakolar oladi edi. Bodringli bo'lardi, men ko'p ishlatardim. Alisa ham yaxshi narsa, menga yoqadi. Ha, demak, ularni ham bemalol bo'yin va qo'lga surtib, yuzimizni tozalagandan keyin yuzimizga va bo'ynimizga surtib uxlasak bo'ladi. Bo'ladi. Hech yo'qdan demoqchiman. Massaj bo'yinga. Bo'yinga uxot, домашний uxot bo'yinga yo'q. Домашний uxot faqat bo'yinga shu massaj mana bunaqa tarang qilib turib, roliklar bo'ladi, qanaqa uyda ham mana shunaqa krem, maskalar surgandan keyin ozgina maslinniy kremlar bo'lsa, ana o'shalar bilan liftingoviy qilish kerak. Oddiy maskalar bilan bo'yinni to'g'rilab bo'lmaydi. Bo'yinda ajinini ushlab yo'qotib bo'lmaydi. Tushishini ham oldini olib bo'lmaydi oddiy maskalar bilan. Unga faqat massaj. Yaxshi massaj. Agar borsa, menga mana shu darsni ko'rganingizdan keyin Telegram kanalimizga o'tsangiz, shu darsni ko'rib bo'lganingizdan keyin biza bo'yin va yuz qismiga professional massaj videolarini bonusiga tashab qo'yamiz. Bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Ularni salgina o'sha yog'li, kremli nimalar bilan bemalol qilsa, menimcha zo'r effekt bersa kerak. Massajli masalalar bor. Faqat shu. Keyingi savolim, biz kulminatsiya nuqtasiga yetib keldik. Kosmetologlardan men noroziman. Men o'zim lichni detoks bo'lganim uchun, chunki ular hech qanaqa tibbiy ko'rsatma bo'lmasa-da, hech qanaqa analizlar bo'lmasa-da,
hozir yotqizib olib bo'yinga, yotqizib olib baqbaqaga, yotqizib olib qoringa, har xil zonaga ukollar qilishyapti. Yotqizib olib osmalar ulashyapti. Men Instagram, YouTube'larni ishlatadigan, Telegram'larni ishlatadigan ayollarni ko'pini ko'rdim. Ular qiziqib mendan so'rashadi. Bo'yniga qilayotgan ekan lipolitiklar, qoringa shunaqa ukol bor ekan, erta borar ekan dedi. Siz kosmetolog sifatida menga shuni asoslab bering, nimaga hamkasblaringiz bunaqa qilyapti? Endi Zarari. hammani o'zini nima desam ekan, мненияsi bor. Men o'zimni мнениям bilan ishlasam, Nimaga qilmaysiz? men qilmayman rostdan. bilaman. Klientlarim ham biladi. Lipolitikni faqat baqbaqaga men предлагать qilaman, tavsiya qilaman. Atak qoringa sraz aytaman. U agar ko'rishsa klientlarim bilishadi. Qoringa foydasi yo'q deyman. Nimaga? Chunki qorindagi yog' bu katta ob'em. Rezultat ololmasa klient norozi bo'ladi-ku masterdan. Men bitta muolajani orqasidan bitta klient yo'qotishni xohlamayman. Uning sog'ligichi, masalan, Вот именно katta ob'em deyapman-ku. katta doza Katta kerak. ob'emga katta doza kerak. Uni har bitta ampulasi falon pul. A klientga ham narxi ham qimmat bo'lib ketadi. Ampula qo'shilaversa, bitta qorin emas, boksalar bilan qilish kerak. Ammo bu kichkina zonalik uchun bu yerda ham klientlar uyda o'zi massaj qiladi. Uyda o'zi aytgan ishini qila oladi. Qorinda massajga borishga erinishi mumkin, zalga borishga erinishi mumkin. Borgan taqdirda ham organizm. Men klientlarimga bemalol qiladigan muolajalarim organizmimizda bor bo'lgan gialuronoviy kislotalardan men qo'rqmasdan qo'llana olaman. Lekin o'sha Lekin nimani zarari qanaqa? lipolitiklar oshqozonga, jigarga, oshqozonga zarar. Eng kattasi oshqozon jigarga zarari borligi uchun men qoringa katta ob'em ishlamayman. Kapelnitsalarda dizboya men bularni ham qilmayman. Ular nima Chunki- tarkibi o'sha? Mana ko'ramiz. Men ko'rdim. Har xil ampulada preparatlar bo'ladi, aralashtirib, mix qilib kapelnitsalar qo'yishadi. To'g'risi, zolushka nimadirlar, balkim effekti bordir, lekin men imенно mendan ham so'rashadi, qilasizmi deb. Men qachon qilaman? Klientlardan o'tib zo'r eshitsam qilaman. Uni sog'ligiga muammo bor narsalar, demak, qilish o'zi kerak emas. Men bu narsaga qiziqib, bu narsani muolajalarimni ichiga qo'shmaganligim uchun to'g'risi 100% bilmayman. Lekin lipolitiklarni, yog' erituvchi, jirjigatillarni ko'p miqdordagisi sog'liqqa zararligini bilganim uchun qilmayman. Lekin bor preparat, faqat baqbaqa uchun ishlataman. Qorinlarga men ko'p miqdorda bermayman. Ammo bu kapelnitsalarda men klientlarimdan so'raganman, balkim kosmetolog aytgan dozada olmagandir, endi ko'p olmagandir, balkim bir marta olgandir. Endi men bu yerda kosmetologlarni ham yomonlash niyatim yo'q. Men klientlardan zo'r bo'ldi degan narsa eshitmadim. Navbatdagi savolim ko'z. Ayollar ko'zi porlab, torta oladigan darajada chiroyli bo'lsa, qovog'imiz, kipriklarimiz chiroyli bo'lishini xohlaymiz. Lekin dieta boshlayman, suv ichaman deydi, nimagadir ko'zimni tagi qorayishi ketmadi. Yo, yuzim o'zi yaxshi, ko'zim tagi tez qorayadi deydi. Pochkadan. Ha, men ham shuni aytmoqchimanki, ko'z tagidagi ajinlar, turli xil mana o'sha nima, komedonlar va ko'karishlar ko'pincha sog'liqni qaysi tomonlama belgi beradi va biz nimalar qilsak bo'ladi? Ko'zdagidagi ko'karish bu pochkadan bo'ladi. Ko'pchilikda yoshligidan bo'ladi u narsa. Chuqurlashishdan bo'ladi, u возрастnoydan bo'ladi, yosh o'tayotgani uchun bo'ladi. Ikkita sabab bor. Biri qarilik alomati, biri sog'ligida pochkasidan muammosi bo'lsa. Qarilik bo'lsa, biz uni filler bilan to'ldiramiz. Shu chuqurlashib qolgan zonani filler bilan to'ldiramiz. Agar sog'lig'ida bo'lsa, uni doktor bilan maslahatlashib lecheniya qilish kerak. Yuz osilishchi. Biz ozdik. Biz zo'r, ozbonmiz. Yuzimiz lekin nimagadir baribir tortish qoni pastda, mana masalan ayol kishimizning ko'kraklar osilishi, qorin osilishi, semizlikdan keyin bo'lish tabiiy holat. Yuz osilishi oldini olish uchun biz nimalar qilsak bo'ladi? Yuz osilishi organizmimizda elastический организм кожа эластический кожа и noelastический ko'jalar bor. Elastический ko'jalarda mana semirib ozgandan keyin qaytadi. Xuddi prujinanimda cho'ziladi deb bitta qo'yib yuborsangiz joyiga qaytadi. Bir xil gilamda cho'zganingizda o'sha holatida qolib ketadi. Kojamiz ham xuddi shunaqa. Elastический ko'ja bor, elastический emas ko'jalar bor. Elastический bo'lish uchun
unga ham muolajalar bor. Birinchi o'rinda men massaj tavsiya qilaman. Ozgandan keyin massajda baribir xuddi odamlar yaxshi tushunishi uchun xamirni o'rab qo'ysak, yumshoq cho'zilib ketaveradi, uni mushlasak yana qattiqqina zuvala bo'ladi. Xuddi shunaqa badanimiz ham, terilarimiz ham, etlarimiz ham xuddi shunaqa. Massaj bo'lgan sari u bodrilashadi. Massaj olgan sari yosharadi. Demak, massaj aynan yuz osilishlariga massajlar zo'r foyda ekan. Buni men o'sha dars yuborishimdan oldin ham sizlarga ovozli xabar qilib qoldirgandim. Agar eshitgan bo'lsalaringiz, bizning har bitta berayotgan darsimiz, tavsiyamiz bu bitta inson semirganda, inson yuzida muammosi bo'lsa-da, bitta qorong'ilik biza Alloh bergan qaysidir nurimizda, o'sha nurni orqasidan borish ayollarning o'zini qo'lida-da. Darsni eshitib, ko'rib, amal qilmaydiganlar hafsala qilmaydiganlar. Menimcha men bugungi tavsiyalarimiz qaysidir mana sizlarga manfaatli bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib olsalaringiz, shu darsdan keyin men yuz massaj darslarini sizlarga bonus sifatida yuboraman. Namuna kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizga. Tavsiyalar uchun va nima men manfaatsiz kelgan ekspertni yoqtiraman-da, hech qanaqa manfaatlarsiz shu ko'chingimizga hissa qo'shgan sizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.